Bemorlarga ozdiruvchi operatsiya, masalan, slif rezeksiya yoki bariatriyani nima maqsadda tavsiya qilasiz? Slif rezeksiya вообще bajarishda maqsad qachonki kasalda semizlik, qo'shimcha kasalliklarga olib kelsa, yurak yetishmovchiligi, davleniya, boshqa qo'shimcha kasalliklar, bo'g'imlarda kasalliklarga vesdan og'irligi hisobiga просто ozish maqsadida, chiroyli bo'lish maqsadida qilish noto'g'ri hisoblanadi. 140, 150, 160 plus davleniya bilan yoki yurak yetishmovchiligi bo'lsa, lekin 140 kilo, 130 kilo normalniy odam bo'lsa, uni правильный питание qilgani ma'qulroq deb o'ylayman. Keyin ma'lum muddatdan keyin 8 oydan keyin, 1 yildan keyin, 1,5 yildan keyin yana semirishni boshlaydi bemor. Nimaga semirishni boshlaydi? Boyagi tegidagi narsa, gormonal disbalans to'g'rilanmagan hisobiga bemor yana vazn yig'ishi, oshqozon yana kengayishni boshlaydi. Davolanmasdan turib qilinadigan operatsiyalar ham, masalan, bariatriyskiy operatsiyalar ham keyinchalik yana semirishga sabab bo'ladi. Qo'shimcha qilib aytish mumkin, mana kontrol qilib bo'lmaydigan saharni diabet holatida bariatriyskiy operatsiya qilish mumkin. O'ziga o'zi uxod qila olmasa, unda qilish kerak. Undan boshqa holatda bariatrik operatsiya qilish kerak emas. Yaqin 90 kilo, 80 kiloliklarni ham bariatrik qilishyapti. Bu juda ham noto'g'ri narsa. Faqat chiroyli qomat uchun yo'q. Massasi 130-140 kilo atrofida. Undan tashqari qandli diabet, qon tomir sistemasi va tizza bo'g'imlarida zo'riqishlarning paydo bo'lishi. Qomati yoqmayotganligi uchun slif rezeksiya qildirishga keladi. Biz uni bemorlarga operatsiya qilamiz. Rahmat.